insonda 60 ming biologiyalik iqtidor bordir. Boshqacha qilib aytganda, insonni 60 ming raqamdan birikkan bir maxfiy numaraga o'xshata olamiz. Chochning qilidan ko'zning rangigacha qadar hammasi bu maxfiy numaralarda yozilgandir. Bu 60 ming numarining 30 mingi onaning hujayrasida mavjuddir. Bu raqamlar 4, 45, 143, 34657 degandek qalaymaqon holatda bo'ladi. Buningda kam bo'lgan raqamlar dodining hujayrasida tepilib tamomlanadi. Ammo dodida 250 million ma'ni hujayrasi bor. Ona hujayrasi bu 250 million hujayra ichidan o'zida kam bo'lgan raqamlarga ega bo'lgan hujayrini tepishi kerak va buni nihoyatda qisqa vaqt ichida elib berishi kerak. Chunki u hujayrining hayoti unchalik uzun emas. Xohlasanglar, texmo bak tushunishli qilib so'zlayli. Sizga bir bilan 60 ming orasidagi o'xshamagan sonlardan 30 ming donasi yozilgan karta bersa, ondan oldingizga 250 million xalt qo'yib, qo'lingizdagi raqamlarning kam qolganlari bu xaltlar ichidagi ma'lum birlaridagi raqam bilan tamomlanadi. Bir oqtirib, xaltingizdagi kam raqamni to'liqlaydigan xaltini teping desa, ajaba biz bundoq bir ishni qila olamdik. Qildik degandimi, buning uchun necha yil ketar. Holbuki bir tuxum hujayrasi bu ishni bir necha soatda o'rindaydi va buning natijasida changlashish yuz berib, bir jonliq operida bo'ladi. Ajaba bu mo'jizaviy faoliyatga Allohdan boshqa bir qig'uvchi ko'z tilish mumkinmi? Yoki Alloh inkor qilinsa, bu ishlarni nima bilan izohlash mumkin?